Niso surasidagi 69-oyat. Bu oyatda sababi nuzuli deydi ulamolar. Payg'ambarimizni Savbon degan bir qullari bo'lardi. Xizmatkorlari bo'lardi. Rasulullohni ham juda yaxshi ko'rardi. Rasulullohni payg'ambarimizni ko'rmasalar boshqacha bo'lib qolardilar-da. Bir kun Rasulullohni oldilarida Savbon hushulardan ketib qoldilar. Behush bo'lib qoldilar-da. Shunda payg'ambarimiz qo'rqib ketib, "Ey Savbon, sizga nima bo'ldi? Biror joyingiz og'riyaptimi? Kasallik bormi? Nima bo'ldi? Siz hushingizdan ketib qol." "Ya Rasululloh, menga hech nima bo'lgani yo'q. Men soppa sog'man. Men hushimdan ketganim o'zlarini bilmay qopti-da. Sizni o'yladim, sizni juda yaxshi ko'raman men" debdi. "Sizni ko'rmasam tura olmayman. Jannatga ishladim, jannatga kirsam men siz bilan birga bo'la olmayman, darajangiz, maqomingiz ulug'. Shunda birdan do'zaxni esladim, do'zaxga kirib qolsam nima bo'ladi? Sizni aslo ko'ra olmayman u deb shundan ketib qoldim" degan ekanlar. Qarang. Payg'ambarimizni oddiy qullar, bir zum oldida o'tirgan birga xizmatlarni qilgan insonlar shu darajada yaxshi ko'rib qolganki, ko'ra olmasa tura olmay qolganda. Zayd ibn Horis qota qildilar. Ota-onalari kelganda Zayd ibn Horis Rasulullohni tashlab keta olmadi-yu. "Keta olmayman sizni tashlab." Rasululloh aytdilar, "Bu ota-onang birga borgin" desa, "Yo Rasululloh, men sizni tashlab keta olmayman." Oyat tushdi. Astag'firu billahi va man yuti'illahi va rasul. Savbon, qani bir oddiy bir qulga Alloh taolo oyat nozil qilyapti. Kim Allohga itoat qilib, payg'ambarga itoat qilsa, u payg'ambar bilan birga deyapti. "Men uni payg'ambarim birga qilib qo'yaman" deyapti. Shunda payg'ambar alayhisalom, "Ey Savbon, al-mar'u ma'a man ahabba" dedilar. Shu oyatga. Har bir inson bu dunyoda kimi yaxshi ko'rsa, jannatda o'sha bilan birga bo'ladi dedilar. Bu dunyoda kimi yaxshi ko'rib yurimiz, shuni bilaylik. Kimga ixlosimiz bor? Kimga taqlidimiz bor? Kimi suyamiz? Shu bilan jannat u dunyoda o'sha bilan birga bo'lamiz. Shuning uchun har kimni yaxshi ko'rmaylik. Martabasi, obro'si, moli, dunyosida uni yaxshi ko'rib, uni sevib, unga muhabbat qilib qo'ymaylik. Yaxshi ko'radigan odamlarni u jannatda kim bilan bo'lishni xohlasak, shuni yaxshi ko'raylik. Ota-onamizni yaxshi ko'raylik. Ota-onamizni ko'rmasak tura olmaylik. Ovozlarini eshitmasak betoqat bo'laylik-da. Yaxshi ko'rishimiz shu bo'lsin.